Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Siz bankdan kredit oldingiz yoki bo'lmasam normalligini summangiz bor. Biznes qilmoqchisiz, lekin joy topa olmayapsiz. Sizga bir qulay imkoniyatli va qulay joydagi, lokatsiyadagi joyimizni, ya'ni arendaga beriladigan joyimizni tavsiya qilamiz. Sababi, xo'p, mana bu yerdan kelaverishda payshanba, ya'ni xalq tili bilan aytganda payshanba ko'chasi deyiladi. Bekzod aka hozirgina shunday ketmasdan shunday burilishda bu yoqdan Dehqon bozori oldiga o'rtasida chiqadigan yo'l. Lokatsiya ular joyda joylashgan. Bu yerda olgandan keyin misol uchun ko'pchilik arendaga klinika ishlatishga juda ko'pchilik arendaga chiqyapti. Misol uchun yo'qmi, sotib olishga pul yetmaydi-yu. Lekin o'sha arendaga yaxshi bir joy bo'lsa yaxshi bo'lardi, Shodirbek. Agar mabodo chiqib qolsa ayting bizga deganlar uchun, ya'ni arendaga, klinikaga ham o'qiydi, o'quv markaziga ham o'qiydigan joy. Xo'p, yana bu yerdan nimalar olsa bo'ladi? Endi juda ham ko'p narsalar olsa bo'ladi bu yerdan. Qanaqadir biznes qilaman deganlar uchun yaxshi imkoniyatli joy. Mana bu yerdan ko'rib turganingizdek yo'l bor. Bu yerda reklamasini chiqarishimizdan asl maqsad, hozirgi kunda remont ketyapti. Bu yerda joyda egasi aytayaptiki, Shodirbek, o'sha remont ketadigan holatda bitta reklamaga chiqarsakda, ana undan keyin qolgan tomonlarini kimdir olsa, o'shanga qarab bizlar misol uchun o'shani aytgan ideyasi bo'yicha remont qilib beramiz. Bizlar qilgan remont balki kimgadir yoqmasligi mumkin yoki o'sha olgan odam, ya'ni o'sha tadbirkorga bizlarda remontimiz yoqmay, dvoynoy misol uchun rasxodga tushgandan ko'ra kelsin, mana joyda lokatsiyasini chiqaraylik arendani, kelsin, ko'rsin, agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizga proyektini bersa, o'shanga qarab men remont qildiraman dedi. Faqat ko'p yillar davomida ishlatadigan arendator kerak. Kelaverasizlar, mana bu yerda markaziy eshigimiz qo'yilgan. Mana xonalarimizni mana ikkitasini tayyor holatda qilib qo'yishibdi. Tashqariga qarang ikkita romga. Endi men to'g'risi berganda qaraganimda ko'proq o'quv markazini tasavvur qildim. Misol uchun juda ham ko'pchilik o'quv markazi tinchroq joydan, shovqinsiz joydan o'quv markazi deydi, ayni muddao. Siz tomondan keladigan bo'lsa, o'sha arenda pullarini ham kelishtirilgan holatda qilib beramiz, ukajon. Yana aytganimdek, boyaga bir plyus tomoni o'sha remont ketadigan holatdagi tomonimiz bor. Mana bu yerda kim kelib turib, o'sha arendator kelib turib, aka bizga mana bunaqangi holatdagi joy kerak deydigan bo'lsa, keladi, mana ko'radi. Ustakalarimiz ishlayapti. Hamma narsasini yangidan qilyapmiz dedi. Bu tomonlarni xuddi o'shanday yangidan qilib beraman. Faqat o'sha arendator kelish kerak, menga o'sha nimasini berish kerak, proyektini yoki taklifini berish kerak deb. Xonalar juda ham ko'p. Hurmatli obunachilar, tag qismimiz ham bor ekan, parvol qismimiz ham bor ekan. No, parvol qismidan ham nimadir foydalanadigan bir nima bo'lsa agar, mana bu yoqlarda ham xonalar bor. Bu tomonlarda ham xonalar bor. Faqat aytaman, kelish kerak, olish kerak, ishlatish kerak, tamom. Bu tomonlarda endi remontsiz ekan deganda shoshilmasin. Proyektini bersangiz, xuddi o'shanda holatda remont qilib beradi. Endi jamidaqa proyekt deganda o'sha Yevropa standartlariga javob beradigan remont emas. Endi shu obishni remont qanaqangi bir o'quv markaziga mosmi yoki bo'lmasam klinikaga mosmi yoki bo'lmasam umuman boshqa bir biznesga mosmi bironta remont stili bo'lsa, o'shani qilib beramiz deyapti. Mana qaldirg'och uyasi bor ekan mana shu yerda. Qaldirg'och uyasi bor joy barakatli bo'ladi. Uni hech qachon esdan chiqarmaslik kerak. Mana bu yerda bitta katta ob'yomli xona oldik. Umumiy shu yerda o'zida hozir mana 2 ta, 3 ta, 4, 5, 6, 7 ta xonadan iborat joyimiz. Umumiy 7 xonadan iborat katta ob'yomli joy tepada va pastda yana podvol qismi ham bor. Uni podvol qismini ham olib ishlataman, tepani ham ishlataman deganlar uchun pastda nomerlarni qoldiramiz. O'zimizning ham nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol kelinglar. Agar umumiy o'xshaydigan joyiga ham, lekin juda ham katta ob'yomli joy. Agar misol uchun kimdir juda ham katta keng joy kerak menga, bundan ham kattaroq joy bormi deganlar uchun ayni muddao mana shu yerda o'zi ham juda ham katta joyi bor. Kerak bo'lsa boshqa joylarni ham yana qo'shimcha ishlatishga beradi. O'shaning uchun tezroq telefon qilib pastdagi nomerlarga aloqaga chiqish kerak. Remont ko'ryapsizlar, ideal bo'lib kelyapti. Qanaqangi imkoniyat kamdan kam bo'ladi. Ijtimoiy hududida sentrlardan hozirgi kunda juda ham boyagi gavjum joylardan o'zi magazinlar, do'konlar qolmadi. Arendaga ishlashgan hamma yo'q. O'sha egali bo'lib ketgan. O'shandan bu joyimiz hozircha pustoy bo'lib turibdi, remont. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorovich, biz faqat sotiladigan joylarni ham emas, mana shunaqa ideal joylarni ham, ya'ni arendaga chiqariladigan katta ob'yomli joylarni ham reklamaga qo'yib boramiz. Kimda agar uyini sotmoqchi bo'lsa yoki misol joyini sotmoqchi bo'lsa, umuman magazin, do'kon, qanaqangi reklama bo'lsa, faqat o'sha qurilish sistemasidagi reklamalar, pastdagi nomerlar 8109 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Sizlar uchun doim 24 soat aloqadamiz, xizmatdamiz. Bu joyda egasini avval ishlashganmiz, yaxshi akaxonimiz bo'ladi. O'shaning uchun Shodiyor Baxtiyorovich nomidan keldik desanglar, kelishtirib beradi. Chotki narxda arendani uzoq bomba qilib beraman. Hali bunaqasini ishxonada hech qaysi bir arendatorlar bermagan deb. O'shaning uchun shuni telefon qilib, biroz bizning nomdan chiqsanglar, kelishtirib beradi. Sog' bo'ling.